Xudo xolasa olib qolgan Gentramiz tayyor bo'ldi akalar. 175 ming, salkam 600 kilometr yurgan. Mashinada bo'layotgan kasal patrubka ishib, sistema suvda davleniya bosim bo'lib qolgan. Yo'qotdi, Xudo xolasa shogird bolalardan Alloh rozi bo'lsin. Tasratib ochib, chachib, blov bilan galovka yuzi shlipovka bo'ldi. Xudo xolasa mana ishlashlari, yurishlari, turishlari Xudo xolasa go'zal holatda. Bizga yoqdi. Egalariga ham yoqadi. Yurgizib qo'ying. Nabodo, Xudo saqlasin, mashinangizda, sizni ham mashinangizda Cobalt Gentra Spark qizig'i yo'q. Avtolga antifriz aralashsa, motor tikotda turganda qaltirasa, yana nima? Shunaqa suvda bosim bo'lib qolsa, antifriz kamaysa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa go'zal qilib beramiz akalar. Kuzatishda davom etib, reaksiya qoldirib tursanglar bo'ldi.